Xona kichik bo'lsa ham uni kattaroq qilish mumkinligi haqida bilasizmi? Buning uchun devori buzish yokida qo'shimcha kvadrat metr qo'shish shart emas. Masalan, kichik xonalarga to'q rangli keramogranit qo'shiladigan bo'lsa, u xonani juda ham kichik ko'rsatishi mumkin. Och rangli keramogranit esa xonaga ko'proq yorug'lik berib va xonani kattaroq vizual ko'rsatadi. Yana bir muhim detal, ko'pchilik kichkina xona uchun kichkina keramogranit formatini olish kerak deb o'yladi, lekin aslida esa katta keramogranitlar chok kam hosil qilganligi uchun xonani kattaroq ko'rsatib beradi. Pol va devor uchun bir-biriga yaqin ranglar tanlansa, chegaralar kamroq bilinganligi sababli xona yana ham kattaroq ko'rinadi. Shuningdek, yaltiroq yuzali keramogranit xonani ranglarini qaytarib, uni yana ham kattaroq qilib ko'rsatib beradi. Agar xona kichkina bo'ladigan bo'lsa, uni kattalashtirish uchun devorni buzishingiz shart emas. Ba'zan to'g'ri tanlangan keramogranitning o'zi ham makon taassurotini o'zgartirib yuboradi. Crea showroomga keling va o'zingizga mos teksturani tanlab keting.